nimadan ilhomlandik? Aslida Turkiyada bu pirojnilar уже mashhur bo'lib bo'lgan va biz u pirojnilarni yeganda nimaga bu Toshkentda yo'q, bo'lishi kerak dedik. O'sha bizga ilhom berdi. Nimaga Patritsiya? O'zi yaqin orada ma'nosi ham nimaga Patritsiyaga aylandi. Kim ko'rsa nimaga Patritsiya? Bugungacha qachon ochilasiz edi? Keyin nimaga Patritsiyaga o'tdi? Nimaga Patritsiya? Chunki Patritsiya viqorli ayol degani. Fransuz tilidan tarjimasi. O'shaning uchun Patritsiya deb qo'ydik. Bugun yana ham hayajonliman, chunki birinchisi degustatsiya edi, o'tda yaqinlaydi, tag'in ham hayajon bor edi. Bugun уже mani taniydigan, lekin men tanimaydigan odamlar kelishadi. O'shaning uchun yana ham xuddi o'zimni imtihonda his qilyapmandek xullas.